Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Amansizlar va sizlar bilan Qizilqiya TV kanali. Bugun boshladik mana erta tongda. Buyursa to'da qor bor, kun sovuq, shamol uryapti. Bismillah deb 16-noyabr kuni mana kun sovuqda boshladik. Biz bilan cho'g'i bo'lingizlar, no'qatamiz. No'qat mol bozorini, sog'lom mollarni qisir, bo'z, to'rpoq, urg'achi deganda barini tortamiz buyursa. Kelaverasizlar, like'lardan bosib qo'lda turasizlar. Boshladik. 210 ming so'm kami bor ekan bu nomollik. Ko'ringizlar, chimon jelinni qarangizlar. O, jelinni. Qancha litr suti bor akam? 10 litrga garantiya. 10 litrga. To'rpog'i nima ekan to'rpog'i? To'rpoq urg'achi. To'rpoq urg'achi. Nomerni bering. 0500 0500 36 0700. Qiziqqanlar bo'lsa gaz bosingizlar akalar. Mana qancha bo'ldi qora aka? 158 ming bo'ldi. 158 ga sotildi mana, barakasini bersin. Birinchi tut. To'rpoq urg'achi erkakmi? Urg'ach to'rpog'i bilan ketdi mana. 158 ming so'mga ketdi. Barakasini bersin. Suti qanday ekan? 45 litr bo'ldi. 45 litrga. Sarimol qancha ekan sarimol? 180 ming so'm kami bor deydi. Urg'ach to'rpog'i bilan ha? 190 mi? Qancha? 13 litr suti bor ekan qiziqqanlarga. Lan jelindagi atak biroq moshina ekan, hozir shuni tortib beraman. To'rpog'i bilan qizili? Akam. To'rpog'i bilan qizili? To'rpog'i qizil. Joshi. Ikkinchi to'rpog'i deydi. Mana jelini qarangizlar ama. Jelin mama deydi. Nomerni ber akam. Nomerni. 0501 37 32 13. Qizigan savdosi qancha bo'lsa siri bo'lsa 172 ming so'mga berilajak mana shu sarimol. Atak qiziqqanlar bo'lsa sog'inga yenchiga bo'lsa mana shuni olingizlar, zo'r mol. Narxi qancha? 156 ming so'mga. To'rpog'i nima? Urg'achi? Urg'ach to'rpog'i 156 ga. Mana ko'k qancha bo'ldi bilyapsizmi? Aka, buni olalar kimdan aka? Qanchadan puldori? Hop. Yana bolasi qancha? 300 ming so'm deydi. Suti qancha suti? 15 bersin ha, zo'r. 15 u yeri chiqar. U yerim beradi. Buni jan tutganda 25 tadan o'zimiz sotganmiz uyda. Anan sotib oldik. Maşallah. O'zingiz sotgan moldan. Sotgan jan Barakasini bersin. büyük bo'ladi. Puli qancha puli? Puli Puli 300 ming ekan. 300 ming ozmas kami bor deydi buni qarangizlar. Bostiring oyoqqa bir ko'raylik. Naq 15 taga olaverasizlar, 20-25 gacha. To'rpog'i buni oladi? Ha, ola. Urg'achi. Nomerni bering. 3-chi bolasi. 3-xon. Nomer, bayay nomer. Aytering. 36 0500 36 0700. Buni qancha? Mana qancha puli? Bu 200 ming. Kami bor. 12 litr suti bor. 12 litr suti bor ekan. Mana qancha? Bu ham 180 ming. 180. Ma ko'k kimdan? Qaysi? Buni nima qilasman tortasiz? Yetalab qo'ygan buni. Bo'ldi. Hozirjon bu svejiy kelgan. Bo'z deyapti. Bo'z. Suti bor. Hozirda suti bor ekan, plus bo'z bilan. Qanchanchi qoringa bo'z bo'ldi shunda? 3-chi qorin. 3-chi qoringa. Bola lopillab teyotar. Atak savlat joyida ekan. Moqtasi qancha dedi? Puli 180 kami bor. Hozirgi nomerga chalasizlar, 180 kami bor. Bo'z ekan, ozma suti dog'i bor. Qiziqqanlarga. Mana. Atak savlat joyida ekan. Barakasini bersin, xushtumol ekan. Biz biroz yeti ariqroq, biroq zot yaxshi. Mana emchaklari. Vaqtim yumshoq. Bo'ldi, sog' qo'ying yerga. Barakasini bersin akam. U molni maza qiladi hozirjon. Mana. Mana qarang. Kirat emchaklari bor. Yedirish kerak ekanda. Yedirish kerak. Bu Bo'ldi. Hozir buni tartalisi. Qancha bo'pti? 197 ming so'mga urg'achi to'rpog'i bilan mana katta ketdi. 197 ga ketdi, barakasini bersin. Qaysi birini so'ratasiz aka? Qaysi biri so'rayapti aka? Mana qancha? Sir bo'lsa 145 ming so'mga mana Angus targ'il variantida savdo bo'layotgan jeri.
145 ming so'm. Bering aka, barakasini bersin. Ketdik dalshi bu yoqda Rossiyadan kelgan mollardan. Qiziqqanlar bor-ku, rossiyskiy mollarga. Mana yeni mollar bor, o'zlari bor, jang to'masi bor. Qolganingizdan bor. Aka bu Rossiyadan mol kimdan ekan mollar? Aka qanchadan? Qanchadan o'tasiz? To'lqinning uylari 50 mingdan Rossiyadan olgan. Maşallah mana. Kuchli mollar kelgan biroq, kuchli mollardan bor. 123 ming so'mga mana shu G'unajin birinchi qorini jang ochma. Ikkinchi qorin. Ikkinchisi berilib aytadi 123 ga. Barakasini bersin aka. Mana sari qancha bo'ldi? Sunqul aka, mana qancha bo'ldi sari? Ama dadil bo'g'iz ekan. Puli qancha bo'ldi biladingiz mi? 220 kami bor ekan. Bu olalar kimdan ekan mana olalar? Qancha pullar aka? Assalomu alaykum. 172 ming so'mga berilyapti. Mana rossiyskiy mol, suti bor, anandagi bo'z. Mana buqasi bor a? Erkak to'rpog'i mening qaroqlar. Qiziqqanlarga. 172 ga. Ana 3 ta sotildi. Olani qancha sotasiz aka? Ola 140 bolasi. To'rpog'i mana 140 ming so'm ekan, mana ola to'rpog'i meni. 140 ming so'm. Ustidagi bor ekan qiziqqanlarga. Hozir ana kuchli mollar sotilib turganlardan bilib berim. Qanchadan bo'lib ketdi. Mana da kuchli bo'z izlaganlarga 200 ming so'mdan ekan, mana qoralarni ko'ringiz. Narxinisi yaqin bo'z, mana ozmaz bor. 200 dan. Ata kuchli bo'zlar. Nomerni bering aka, nomer daha bormi? Mayli, qancha suradi sir bo'lsa? 162 ming so'mdan mana ikkovi berilib qo'yibdi. 162 dan. Mana yoqda buqalar 173 ming so'mga mana shu mol to'rpog'i menen mana ko'ringizlarchi, erkak to'rpoq to'qol biroq ziq to'rpoq. 173 so'da bo'ladi. Tenasi bo'zi qisir ekan. Bo'za jaylovga chiqqanda 173 ming so'm so'da bo'ladi mana qarasa. Qizayotgan yeridan emas sizlarga. Dag'i mana Shvits. Mana qancha bo'ldi ekan erkak to'rpog'i meni mana odam mol chiqibdir dag'i. Puli qancha bo'ldi aka? Asir bo'lsa assalomu alaykum. Satıldı? Satıldı. Qancha? 205 ming so'mga berilib yerdan Shvitslardan mana ko'ringiz. Juga yana bola Shvits 205 ga berilib yotadi. Barakasini bersin. 205 ming so'm. To'rpoqni ko'rtasizlar buqa. Erkak to'rpog'i meni. Mana moldar qizayotgan joylari mana shu soda bo'lib o'tadi. Hozir bilasiz qancha so'm so'rashyapti ekan. Qanchaga daha qancha so'radingiz? Yo'q, mana so'rayapti. Qancha? 140. Manoni 140 ga. 140 ming so'mga mana shu 100 mol soda bo'lib o'tadi. 44 mi? 144 ga. 144 ming so'mga mana baraka. Bering aka, atak moshni bu soda bo'lib o'tadi. 144 mi? To'rpog'i ham 4-5-chi o'xshaydi. 4-chi. Suti bormi? 144 ming so'mga mana urg'och to'rpog'i bilan soda bo'lib o'tadi. Ko'ringizlar, qanday baho bo'ladi? Bahoni beringizlar. Mana shu olama. Aka, bunaqangiz qancha ekan? Bu aka, buna qancha? O'zi 200 ming so'm. Suti qanday suti? To'rpog'i bilan, jangi to'ma to'rpog'i bilan. Rossiyskiy mollardan. Qanchanchi qorin? 4. Uchinchisi. Qizil qiyativi desangiz ko'rasiz. Qanchaga berib qo'ydingiz sir bo'lsa. Mayli, barakasini bersin. Hozir buna mol sotildi, ko'ramiz qanchaga ketdi. Qaysi mol ketdi taqsi? Ikkinchi qoringa 170 ming so'm suralib o'tadi, ko'ringizlarchi mana. Bozor qancha suradi? Har xili. 130 suradi. 150 ga berilib qo'yibdi. Giriford parodasındagi ikkinchi qoringa G'unajin qiziqqanlarga. O narx cho'ngda 200 deysh o'tadi hozir qimolda. Barakasini bersin o'g'a. 175 ga boyaqi ketdi mana to'qol to'rpog'i menen.
175 ming so'mga baraka berildi buna. Ketdi. Buna 205 ga berilayotgan boyagi mol o'zi. 205 ga. 200 ming kami bor deydilar. Cho'ng mol, so'k sog'i zo'r. Torpog'i bilan, urg'och torpog'i bilan 200 kami bor. Qancha suradi bozor o? 180. Berverdingiz. 180 ga berilyapti. Jang tuma qancha ekan işte? Ha, tortildi. Tortildi. Maşallah. Qancha suradi bozor? Sir bo'lsa bitta. 180 ga. Barakasini bersin. Onadagi bir korobkasi zo'r kuchli mollardan. Qancha suradi? Sir bo'lsa 175 ming so'm urg'och torpog'i bilan savdo bo'layotgan jeridan buni. Qiziqqanlar g'ozmas beringlar, güchib qopti. Bering ova 175 ming so'm mana. Var aka. 175 ga top-toza o'z olib keladi. Bering. Ona targ'il boyag'i. Ketdi u targ'il aka. Qanchaga? 146 ga targ'il mol, Angus variantda ko'ringizlarcha, atak zo'r ekan. Erkak torpog'i bilan mashallah zo'r bo'ldi. 146 bo'yi pastroq, biroq jelindi. Zo'r torpog' ham zo'r o'zgaradi buyursa. Ketdi 146 ga. Mana qancha bo'ldi torpog'i bilan aka? 190 ming bo'ldi. Berverdingiz. Yo'q. 190 ga o'zi bo'zidagi? Bo'z. Erkak torpog'i bilan 190 ming so'mga berilyapti. Dağı bo'z. 100 qancha bo'ladi? 11 mi? Yaqin bo'z. Bo'z variantda 111 ming so'm savdo bo'layotadi. Bo'z ekan buni amal. Mana akam savdoni qilyapti. Bering aka, barakasini bersin. 111 ming so'm. 8 oylik bo'z. Zo'r aka. 4-qoringa bo'z. Shunti bozor qizyapti.